هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf tefsiri 24. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'raf suresi 24. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah aytti: Sizler bir-biringlarga, yani şeytan insanga, insan şeytanga düşman bolgan aldı düşünler. Ecilinglar pütkenге kadar yer yüzüde turusizlar ve onundan paylanısizlar. Allah aytti: Yer yüzüde yaşaysizlar, yer yüzüde ölüsizlar. Kıyamet günü yine yer astıdan çıkarılsılar. Adem, Havva, İblis ve yılanın zımınığı düşürülüşü doğrusunda. Bazılar bu düşürülgenler Adem, Havva, İblis ve yılandır deydi. Yani bazılar ulanın içinde yılan yok deydi. Asli adavet Adem bilen İblis'nin arlıqıdaydı. Şunun için Allah Teala Taha suresinde mındaqdaydı: Sizler hemmanla cennetin bazınlarga düşman bolgan aldı düşünler. Bu yerdeki düşünler degan söz gerçi Adem bilen şeytan qılı qartılgandek bolsumu, lekin Havva anamız Adem aleyhisselamga yılan şeytanga taalluq bolğaçqa bu ikisi tilg'i ilinmagan. Tefsir şunas alimlar gerçi Adem aleyhisselam İblis ve yılanның düşürülgen yerini bayan kılgan bolsumu, gerçi Adem aleyhisselam İblis ve yılanның düşürülgen yerini bayan kılgan bolsumu, əməliyyətdə bu Yahudilarның toqugan hikayesidir xalas. Hakikatni Allah bilgiçidir. Eğer ulanın zımınığı düşürülgen orunlarını tilg'i iliş paydalıq bolsa, Allah onu Kur'an'da bayan kılgan bolattı, ya ki bunu Peygamber aleyhisselam bayan kılgan bolattı deyişti. Ecilinglar pütkenge kadar yer yüzüde turusizlar ve onundan paylanısizlar. Yani sizlerning zimində ma'lum muddat kishi turishinglar taqdirda belgilendi. Lavhul mahfuzda yozildi. Allah aytdi: Yeryüzüde yaşaysizlar, yeryüzüde ölüsizlar. Kıyamet günü yine yer astıdan çıkarılsizlar. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Sizlarni zimindən xalq etdik. Ölgüninglardan keyin sizlarni yana ziminga qaytaramiz. Topuğa aylanısizlar. Sizlarni hesap eliş için yani bir qitim zimindən çıkarımız. Yani Allah Teala ziminni dünya hayatının ahirliş muddetigiçe Adem balları için turalgı joy qilib berdi. Adem balları moşu ziminde yaşaydı. Ölgenden keyin ziminga kömülüdü. İlgiri ve keyinki zamanda yaşagan barlıq insanlarını toplap ulanın qılgan əməllərdən hesabat alıdığan kıyamet günü de insanların hemmisi moşu ziminga çıkarıldı. Qılmışığa asasen ceza yoki mukofot berildi. Ey Adem balları, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yapadigan libosni ve zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir.
Eni şula yani insan ballarına satır avret üçün libas yaratkan, ulanın ibret eliş üçün Allah'ın bendilerine boğan fazli merhametini körüstediğin alametlerindendir. Kiyim ve zinnetlendiğin buyumlarının düşürülgenlik doğrusuda. Allah Teala bendilerine avretlerini yapıdığın kiyimler ve zinnetleniş üçün giydiğin kiyimlerini nimet kılıp verdi. Takvadarlık libası en yaxşıdır degan ayetning ma'nisi to'g'risida Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi. Allah Taolodan qo'rqib avratlarini yepish uchun kiygan kiyim taqvodorlik libosi hisoblanadi. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni ozdirmasin. Şeytan ulanın avretlerini özleriga ko'z tush uchun kiyimlerini salg'izib etgan idi. Yani ulanın yalang'och bo'lib qolishiga şeytan sababchi bo'lgan idi. Şeytan ve onun qo'l ostidagilari sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki biz şeytanlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Şeytanның fitnesinden agahlandırganlık doğrusida. Allah Teala Adem ballarına şeytanның Adem aleyhisselamga da adavet tutup onu nazu nimetki tolgan cennetten capa müşakkatki tolgan dünyaya düşürgenlikini ve onun avretinin içilip gelişine sebep bolganlıkını esletip durup Adem ballarını şeytan ve onun koşunlarının azdırıp gitişinden agahlandırdı. Şeytanның Adem aleyhisselam'a tutkan bu adaveti Allah Teala'nın Adem aleyhisselam'a ata kılgan nimetlerine haset kılganlıkıdan kelip çıkan. Allah Teala bu vakti mındaqdaydı. Meni koyup iblisni ve onun avladını dost kılıp alamsizlar. Halbuki ular sizlarga düşmandır. İblis zalimlar üçün nemi degan yaman bedel? Yani Allah'a ibadet kılışının ornağa şeytanlığı çokunuş nemi degan yaman? Ula yani müşrikler birer yaman işini kılgan çağlarda atı boğullarımızın muşunda kılganlıkını körgen idik. Allah bizni muşunda kılışkı buyurgan deydi. Ey Muhammed aleyhisselam, ulağı etkin ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı etkin ki Allah bendilerini hakikaten yaman işkı buyurmaydı. Özlerinle bilmeydiğin nesilerini Allah namıdın yalgan eytamsizlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytkin ki Rabbim beni adil bo'lishga buyurdi. Her bir secde kılganda bütünle Allah'a yüzleninglar. Allah'a ihlas bilen ibadet kılinglar. Sizlar Allah dastlabki paydo qilgan holatinglarda asliga qaytisizlar. Allah sizlarni bir guruhni hidoyat qildi. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yani bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Yani bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki ular Allohni qo'yib shaytonlarni do'st tutgan turuqliq özlerini to'g'ri yo'lda deb gumon qildi. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yani bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki ular Allohni qo'yib şeytanlarını dost tutkan turuqliq özlerini to'g'ri yo'lda deb gumon qildi. Kafirlarning yaman qilmishlarini qilib, uni Allah Taolaga döngep qo'ydiganligi to'g'risida. Mujahid mundaq deydi. Mushriklar Ka'bani ondan tug'ilgan holatimizda tavob qilamiz deb kiyimsiz tavob qiladi. Müşrikler Ka'bani anadan tug'ilgan holatimizda tavob qilamiz deb kiyimsiz tavob qiladi. Müşrik ayollarimi
Bugün bizning avratlarimizning ba'zi joylari yoki hammasi echilib qoladi, lekin biz buni halol sanamaymiz degach, avrat joylarini birer parcha latidek narsa bilan to'sab qo'yibla Ka'bani kiyimsiz tavof qilaveradi. Quraysh qabilasidan boshqa qabiladagi arablar biz kiyib yurib gunoh ishlarni qilgan kiyimlarimiz bilan Ka'bani tavof qilmaymiz deb o'zlari kiyib yurgan kiyimlari bilan tavof qilmaydi. Agar Quraysh qabilasidagi arablardan birarsi ularga kiyim bersa, u kiyimni kiyib shu kiyim bilan tavof qiladi yoki o'zlarida tek kiyilmagan yangi kiyim bo'lsa, shu kiyimni kiyib tavof qiladi. Tavof qilib bo'lgandan keyin tavof qilguvchi u yangi kiyimini silib tashlab etsa, u kiyimga hech kim egidorchilik qilib olmaydi. Agar ulardan birarsi kiydigan yangi kiyim topolmasa yoki Quraysh qabilasidagilar u kishiga kiyim bermay qolsa, u Ka'bani kiyimsizla tavof qilaveradi. Ayollar, bugun bizning avrat joylarimizning ba'zisi yoki hammasi echilib qoladi. Biz buni halol deb qaramaymiz degach, avrat joylarini birer parcha lat bilan to'sab qo'yibla Ka'bani kiyimsiz tavof qilaveradi. Ko'pincha ayollar kechisi tavof qiladi. Ular bu ishlarning ba'zisini o'zlari paydo qilib olgan edi. Ba'zisini ota-bobolardan qabul qilib, Alloh taolo mundaq qilishni ota-bobolarimizga va bizga shundoq buyurgan deb qaraydi. Alloh taolo ularning bu qarashlariga raddiya berib mundaq deydi. Ular, ya'ni mushriklar, birer yomon ishni qilgan chaqlarda ota-bobolarimizning mushundaq qilganligini ko'rgan edik. Allah bizni shundoq qilishga buyurgan deydi. Alloh taolaning yomon ishlarga buyurmay, balki adil va ixlosmand bo'lishga buyurganlik to'g'risida. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allah bandalarini haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. Ya'ni deginki, Alloh taolo sizlar qilayotgan bu yomon ishlarni buyurgan emas. Allah hergizmi bundaq ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan yolg'on aytamsizlar. Ya'ni to'g'ri xatolikni o'zinglar bilmagan so'zlarni Alloh taolo dedi deb Alloh taologa döngab qo'yamsizlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Rabbim meni adil bo'lishga buyurdi. Her bir secde qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Ya'ni Allah sizlarni ibodatni ravurus ado qilishinglarga va ixlos bilan qilishinglarga buyurdi. İbadetni ravurus qilish bo'lsa, Alloh taolo mo'jizalar bilan avatgan payg'ambarlarning ko'rsatgan yo'li bo'yicha ibodat qilishni ko'rsatdi. Ixlos bilan qilish bo'lsa, ibodatni payg'ambarlar ko'rsatgandek bütün vujudi bilan berilib turib qilishni ko'rsatdi. Alloh taoloning bu ikki ishga buyurishidagi sabab, ibodatda bu ikki ish tepilmasa, qilingan amal ibodat Allah Teala'nın dergahida qabul qilinmaydi. La ilahe illallah. Allah Teala'nın yaratışı ve qayta terildirdiganligi to'g'risida. Allah Teala'nın yaratışı ve qayta terildirdiganligi to'g'risida. Sizlar Allah dastlab paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Ya'ni olimlar Allah Teala'nın bu ayetinin ma'nosi haqida ixtiloflashib qoldi. İbn Abu Nujayh Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah sizlarni o'lgandan keyin terildirdi deganlikdir deydi. Hasan Basri bu oyatning ma'nosi Allah sizlarga dunyoda hayotlik ato qilgandek oxiratda mu terildirdi deganlikdir. Qatada bu oyatning ma'nosi
sizlarni Alloh taolo yo'qdan bor qildi, ondan sizlar o'ldinglar, Alloh sizlarni qayta tirildirdi deganlikdir deydi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam bu oyatning ma'nosi Alloh sizlarni qandoq yaratgan bo'lsa, oxiratda shundoq tirildirdi deganlikdir deydi. Bu oyatning ma'nosining mushundoq bo'ladiganligini Ibn Jarirmi qo'llagan va uni Ibn Abbosdan rivoyat qilgan va tuvandagi hadis bilan dalillagan. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom bizga va'z nasihat qilib, ey xaloyiqlar, sizlar Alloh taolaning maxluqotlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz degan oyatida bayon qilingandek, Alloh taolaning dargohiga yalang oyoq, kiyimsiz va xatni qilinmagan holatinglarda to'plansizlar dedi. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Alloh sizlardan bir guruhni hidoyat qildi, yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam avlodini mu'min va kofirdan iborat ikki xil qilib yaratgan Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh sizlarni xalq etdi. Aranglarda mu'minlarmi bor, kofirlarmi bor? Ibn Abbosning bu so'zini tuvandagi hadismi kuchlantirdi. İmam Buxoriy Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: Hech qanday shirki yo'q bir Allohning nomi bilan qasam qilamanki, bir odam jannatga kirishga loyiq kishilarning amalini qilib o'tadi. Bir odam jannatga kirishga loyiq kishilarning amalini qilib o'tadi. U kishi jannatga kirishga, ya'ni o'lishga bir g'ulash yoki bir gaz qolganda taqdirida yezilib ketgani bo'yicha do'zaxga kirishga loyiq kishining amalini qilib do'zaxga kirdi. Bir kishi do'zaxga kirishga loyiq kishining amalini qilib do'zaxga kirishga bir gaz yoki bir g'ulash qolganda jannatga kirishga loyiq kishining amalini qilib jannatga kirdi. Agar oyatning ma'nosi mush hadisda bayon qilingandek deb qarasak, bu oyat bilan Alloh taolaning batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan, Allohning diniga ergashganki, batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan, Allohning diniga ergashganki, Allah insonlarni shu din bilan yaratgan degan oyati va Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan Payg'ambar alayhisalomning har qanday bola dinni qabul qilish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. U bolaning ota-onasi u bolani Yahudi qiladi yoki Xristian qiladi yoki otashparast qiladi degan hadisi ve İmam Muslim İyaz İbni Himar radiyallahu anhu'dan rivayet kılgan Peygamber aleyhisselam'nın hadis kudüsüde Allah Teala hakikaten men bendelerimni Müslüman kılıp yarattım. Andın şeytan kelip ulanı öz dillerinden azdırıvet, öz dinlerinden azdırıvetti deydi. Degan hadisini o'zaro tuvandikidek bog'lab tushunishga bo'ladi. Alloh taolo bandalarini yaratganda ularning mu'min bo'lishini asos qilib, kofir bo'lishini ixtiyoriga qo'yib yaratdi. Alloh taolo bandalarining o'zining Rabb ekanligiga tonishqa ahdi elib olganidek ve bu xil tonishni ularning tabiatlarida singdirganidek bütün maxluqotlarni o'zini taniydigan ve bir deb biladigan Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'q deb qaraydigan qilib yaratgan bo'lsa-mu, biroq u bandalar ichida mu'min
ve kafirning bo'ladiganligini putib etdi. Bendilerning taqdirini mushundaq putib etganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: Allah sizlarni xalq etdi. Aranglarda mu'minlarmi bor, kafirlarmi bor. İmam Muslim rivayet qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Her bir insan öz ixtiyori bilan harakat elib boradi. U ya özünü Allah üçün setib, özünü Allah Taala'nın azabından qutuldirdi, yoki şeytanның yolida setib, özünü halak qiladi. Allah Taala kimga bir taqdirini putgan bo'lsa, shu kishining amaliyati putilgan taqdiri bo'yicha bo'ladi. Chunki Allah Taala mushu ishlarni o'rinlashtirgan zotdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Mahluqatqa foydali ishlarni taqdir qildi. Ularga foydalanish yo'llarini ko'rsatdi. Hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq keldi: Sizlarning ichinglardan birisi jannatga kirishga putib etilgan bo'lsa, u kishiga jannatga kirishga loyiq bo'lg'uvchilarning amal ibodatlari osonlashtirib berildi. Sizlarning ichinglardan birasi do'zaxga kirishga putib etilgan bo'lsa, u kishiga do'zaxga kirishga loyiq bo'lg'uvchilarning amal ibodatlari osonlashtirib berildi. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi, yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Shubhisizki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutgan turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qildi. Bu oyat haqida Ibn Jarir mundaq deydi: Bu oyat Allah Taala bir kishining bilmay qilib qolgan gunoh ishlari yoki xato aqidalari uchun u kishini jazolamaydi. Balki u kishi shu ishlarning to'g'ri xatoligini bilib bo'lgandan keyin Allah Taolaga bo'yin tavliq qilish uchun shu gunoh ishlarni qilgan bo'lsa, ondan Allah Taala u kishini azoblaydi. Degichilarning sabsatisiga berilgan qattiq raddiyadir. Mubada ishning haqiqati yuqoridagi sabsatida deyilgandek bo'lsa, Allah Taala o'zlarini to'g'ri yo'lda deb o'ylab turib izib ketgan guruh bilan to'g'ri yo'ldagi guruhning oraliqini ayirmagan bo'ladi. Lekin Allah Taala ularni birini to'g'ri yo'lda va jannatga loyiq bo'lgan guruh, yana birini ozg'unlik yo'lida do'zaxga loyiq bo'lgan guruh deb ayirdi. Masjidga chiroyli kiyinib berishga buyurilganlik to'g'risida. Bu oyat Ka'bani kiyimsiz tavob qilgan mushriklarga berilgan raddiyadir. Ularning bu xil qilmishlari haqida Imom Muslim, Nasa'iy va Ibn Jarir Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklarning ayollari Ka'bani kiyimsiz tavob qiladi. Erlari kunduzi tavob qilsa, ayollari kechida tavob qiladi. Ayollar kiyimsiz tavob qilganda avrat joylarini birer parcha lati bilan to'sib qo'yiblar. Bugun avrat joylarimizning ba'zisi yoki hammasi ochilib qoladi, lekin buni halol deb qaramaymiz degach tavob qilishni boshlaydi. Har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satr qilib turadigan kiyimlaringlarni kiyinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar Ka'bani kiyimsiz tavob qiladi. Ondan Allah Taala ularni masjidga ibodat uchun kirganda kiyimlarini kiyib kelishni buyurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid, Ato Ibrohim Naxai, Said ibn Jubayr,
Qatada, Suddi, Zahhak va Zuhri qatorliqlarmu Ibn Abbosga o'xshash dedi. Ko'p sonlik salaf olimlari bu oyat Ka'bani kiyimsiz tavob qilgan mushriklar haqida tushgan deydi. Mush oyat va mush oyatning mazmunida kelgan hadislarga asoslanganda har namoz uchun bo'libmi juma va Eid namozlari uchun masjidga kelganda chiroyli pokiza kiyimlarni kiyish, xushbo'y narsalarni ishlatish va misvok ishlatish sunnatdir. Kiyimlarning ichidagi eng yaxshi kiyim oq rangli kiyimdir. Bu haqda Imom Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar oq rangli kiyimlarni kiyinglar. Chunki u kiyimlarning ichidagi eng yaxshi kiyimdir. O'liklaringlarni oq rangli kepan bilan kepanlanglar. Ko'zinglarga surma tartinglar. Surmalarning ichidagi eng yaxshi surma ismit degan tabiiy surmadir. Chunki u surma ko'zni ro'shanlashtirib, kirpikni o'stirdi. Yemek içmekte ve kiyim-kechak kiyishda isrofxo'rlikdan to'sqanlik to'g'risida. Yangla, ichingla. İmam Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Isrofxo'rlik va mutakabbirlik qilmasanglar, nimani yegin kelsa, uni yegin. Nimani kiygin kelsa, uni kiygin. Ibn Jarir Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Agar yeb ichish isrofxo'rlik yoki takabburlik qilish uchun bo'lmasa, Alloh taolo uni ruxsat qildi. Imom Ahmad Miqdom ibn Ma'di Kariba radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning odamning qo'sqidek oson to'shqizg'ili bo'lmaydigan yomon tulum yo'qdir. Odamning qo'rsig'idek oson to'shqizg'ili bo'lmaydigan yomon tulum yo'qdir. Mağdurunu saqlab qolgudek yesang bo'ladi. Agar sen bir narsa yemekçi bo'lsang, oshqozoningning 1/3 tamoq ye, 1/3 suv ich ve qolgan 1/3 nafaslanish uchun qoldirib qo'ygan deganligini anglagan edim. Yangla, ichingla isrof qilmanglar. Alloh isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ata Xurosoniy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yangla, ichingla isrof qilmanglar. Haqiqatan Alloh taolo yeb ichishda isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Ya'ni Alloh taolo halol haromni belgilab bergan belgilamalardan halqib ketkichilarni va haddidan ishib halalni haram ve haramni halal sanaganlarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aksicha Alloh taolo halal qilib bergini halal, haram qilgani haram deb bilguchilarni yaxshi ko'rdi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Al-A'raf suresinden 31. ayetgacha anladыңlar. Axirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.